Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz fundament bo'lgan yer o'rin bo'ladi. Shuni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, oldimiz bu. Oldimizdagi ko'chamiz. Oldindan ham, orqadan ham ko'cha bo'ladi ekan. Xohlasanizlar ikkiga bo'lib, oldindan ham joy cho'p biladilar, orqadan ham joy cho'p biladilar. Quruvchilarga ma'qul yerdan yerimiz ekan ber. Yurtdoshlar fundament bo'lib turibdi. Xohlasanizlar olib joy qursanizlar ham bo'ladi ekan. Joyimiz lokatsiyasi Chakkaparnikda. Yurtdoshlar ko'rib turganingizdek 10 metr 20 metr ekan. Narxi ekranda yozilib turadi. Like podpisasiz so'rab qolamiz. Shu yer o'rnimizda ajoyibgina yerda joylashgan ekan. Joyimizda boshqa gap yo'q. Ko'chamiz oldindan ham ko'chasi bor, orqadan ham ko'chasi bor, oldindan ham ko'chasi bor deyapman. Xohlasanizlar orqasini bayon, oldini bayon qilasizlar, xohlasanizlar oldini orqasini bayon qilasizlar. Qalon tarafga qilaverasizlar. Olingan 10 metr 20 metr bo'lib turibdi. 200 kvadrat. Dokumentdan so'rasanizlar, dokumenti xususiylashtirib, dokumentlari tayyor holda bo'lib turibdi aziz yurtdoshlar. Polni bemalol telefon olasizlar, telefonlaringizni kutamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like, podpisasiz so'rab qolamiz.